Menimcha bu mahallada kichkina uy qurish mumkin emas shekilli. Hamma xonadonlar ko'rayotganingizdek katta qasr uylar tushgan. Xuddi shunaqa uy qurishingiz uchun bugun bizda yangi obyektimiz 8 sotixga sal yetmaydi. Fasadimiz 12,5 metr, uzunasiga bo'lsa 42,7. Rovni 708 sotix mahalla, juda seriozli mahalla, Mirzo Ulug'bek tumani, Central Lunacharskiy. Avtoritetda shundoq ro'parasidagi ko'cha. Oldi tarafimizda mashina qo'yish uchun, yashil maydon qilish uchun sharoitlarimizni ko'rayotganingizdek qilib qo'yilgan. Uyimiz bo'lsa bir qavatli bino, endi eski binosi bor. Menimcha bu xonadonni xarid qilgandan keyin aniq buzib quriladi. Masalan, fasadi 18,5 metr bo'lsa, ikkita katta uy chursangiz bo'ladi. Yo'q, men ham qo'shnilarga o'xshab mana shunaqa katta uylar, mana bu uyga qarang, kattaligini. Video bilmadim, yetkazib beryaptimi yoki yo'qmi. Xullas katta qasr hovli tushgan ekan. Xuddi shunaqa uy qurishingizga Central Lunacharskiy mahallasida 1 sotixi $88,000 dan so'ralayotgan mana shu uyimizni reklamasini qilib berdim sizga aka. Keling ko'ring, mahallani bitta ko'ring. Masjidga bitta chiroyli qasr uy chursa bo'ladi. Primoy o'rtada hech kim yo'q, joyi egalarining telefon raqamlarini yozib qoldirdim.